Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Oltin to'p marosimi haqida gaplashamiz. Oltin to'p o'z qadr-qimmatini yo'qotdi va 3 yildirki nohaq berilyapti bu oltin to'p. Oldingi yilgi o'yinlarga qaralib, bu yil berilgan oltin to'p ham nohaq berildi deb bemalol ayta olaman. Bu yil oldingi yilgi o'yinlarni hisobga olgan holatda Rafinaga berish kerak edi. Statistikasi Dembelenikidan ancha yuqori edi va o'yinlar nisbati Rafinada kamroq va statistikasi Dembelenikidan ko'proq edi. Va Dembele jamoaviy sovrinlarni qo'lga kiritgan holatda bu sovrinni ilib ketdi. Bu sovrin o'zi jamoaviy sovringa aylanib qoldi. Va oldingi yil ham nohaq berilgan edi. Va Realdan 3 o'yinchi oltin to'pning asosiy da'vogarlar ro'yxatiga kiritilgan edi va bu 3 ga bo'lingan ovoz parchalanib ketganini hisobga olib Rodriga berib yuborishdi oltin to'pni. Va bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. Barselonada 2 da'vogar qatnashdi oltin to'pda. Lamine Yamal hamda Rafinha bu ovoz bo'linib ketganini hisobga olib Dembelega berib yuborishdi oltin to'pni. To'g'ri, haqli edi deb aytishyapti bir xillar, lekin bu oldin statistikaga qaralganda bu shaxsiy statistika bo'yicha beriladigan sovrin edi oldin. 2022-yil Argentina jahon chempionatini qo'lga kiritadi va Messiga berib yuborishadi bu oltin to'pni va butun mavsum ajoyib o'yin ko'rsatgan va treble qayd etgan va Angliyada super statistikaga ega Erling Haaland Angliyadagi barcha statistikani yengilab rekordlar qayd etgan Erling Haaland, butun mavsum o'ynagan Erling Haaland qolib, Lionel Messi 3 oy jahon chempionatini o'zida ko'rsatgan, 3 oy jahon chempionatida o'zini ko'rsata olgan Messiga berib yuborishdi o'sha yili ham va e'tirozlarsiz, qarshiliklarsiz oltin to'p berilgan oxirgi mavsum, oxirgi yili Benzemaga bo'ldi deb o'ylayman azizlar. Bemalol ayta olaman, Benzemaga berildi deb. Va Benzema shak shubhasiz, Benzema e'tirozlarsiz o'sha yili qo'lga kiritdi va yaqin ta'qibchilaridan deyarli 50-60% o'tib ketdi va haqli ravishda oldi o'sha yil oltin to'pni va undan keyingi oltin to'p marosimi o'z qadr-qimmatini yo'qotdi va bu oltin to'p darajasi tushib ketdi va oltin to'pning vasvasasi hozir futbolchilarga yomon ta'sir qilyapti. Futbolchilar birin-ketin jarohat olishyapti. Oltin to'p olgan o'yinchilar oldingi yil Rodri yarim mavsum safdan chiqdi va bu yil ham Dembeleda xuddi shunday holat yuzaga kelyapti. Safga qaytyapti yana jarohat. Va bu oltin to'pni futboldan bunaqa daraja bo'ladigan bo'lsa yo'qotish kerak bu oltin to'pni va o'yinchilarga bu salbiy ta'sir qilyapti. Va hammamiz sizlar bilan azizlar faqat yaxshi o'yin tarafdorimiz, yaxshi o'yin ko'rish tarafdorimiz va jarohatlar bilan bu oltin to'pni qo'lga kiritgan futbolchi jarohatlar olishdan bosh chiqmayapti va buni bartaraf etish kerak. Oltin to'pni urmeni уже tushib ketdi va hech kim bu oltin to'pga jiddiy qaralmayapti endi. Karantinda ham Lewandowski gegemonlik paytida, Lewandowski ajoyib rekordlar urib tashlagan paytda karantin bo'lib qoldi va Lewandowskiga berilmadi oltin to'p va
Lewandowskidan oltin to'p qarz va bu qarzini halizgacha uzgani yo'q. Va bu nohaqlik bo'ldi azizlar. Karantindan keyin mana 2022-yil berilish kerak edi. Holandga beriladigan yili 2 ta oltin to'p berilish kerak edi va Holand va Lewandowski oldingi mavsumi o'ynagan dahshatli mavsum uchun olish kerak edi va karantinni hisobga olgan holatda berilmay qolib ketdi bu shaxsiy sovrin berilmay qolib ketdi. Nohaqliklar ko'p bo'lyapti. Oltin to'p marosimida yil dahshatli statistika qayd etgan Rafinyaga oltin to'p berilmasdan qolib ketdi va to'p 3 talikka ham kirmadi azizlar. Rafinya hatto olib bu ovozlarni yig'di oltin to'p marosimi ishtirokchilari. Rafinya qanday qilib 5-o'ringa loyiq ko'rishdi? Bu juda qiziq. Oldinlari oltin to'p shaxsiy sovrin, shaxsiy statistikaga qaralardi. Gollar nisbati va o'yinlarda olib chiqib ketgan vaziyatlariga va assistlariga, o'yinni qurishiga qaralardi va shaxsiy sovrin edi bu oldinlari va hozirga kelib bu jamoaviy sovringa aylanib qoldi va ko'p jamoalar Chempionlar Ligasini yutib va o'zining chempionatida g'alaba qozongan komandalarga berib yuborishyapti hozir. Statistikaga vobshe qarashmayapti ham. Bu jamoaviy sovringa aylanib qoldi, to'g'ri. Bu noto'g'ri narsa. Futbolga juda katta ta'sir o'tkazyapti bu. Futbol o'z qadr-qimmatini yo'qotmoqda. Oltin to'pni agar shu ketishda davom etsa, oltin to'p marosimini yo'qotish kerak. Shunga nima deysizlar azizlar? Yo avvalgi holatiga qaytarish kerak bu oltin to'p marosimini. Fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'ling. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz azizlar.